Assalomu alaykum. Ona, ayollar va yurak go'zalligi davri kanalimizga xush kelibsiz. Olinsoxon onamizni xotirlab tomosha qiling. Banditka. Ha, mehmon kelgani, ha, aba, erkalandilar. Qo'shingni qorasiga, qul bo'lay orasiga, asti rahming kelmaydi birovning bolasiga. Voydat! Qalaysiz, yaxshimisiz? Chiroyli bo'lib ketibsiz, ko'chada baba. Ha? Maza qilay o'ltirib. Voy, молодец, Keling молодец. choyga. Shunday deb qo'ying, aba. Voy, молодец. Choyga kelik. Aba, salom deb qo'ying, hamma bolalaringizga yubораman, salom deb qo'ying. Salom. Bitta duo qilib qo'ying, bolalarni hammasini duo qilib qo'ying, ishlari yursin. Rizqiga Alloh baraka berib, yuzda Amin, amin. Obloq, rahmat onajon, rahmat. Nodira bilan gaplashdim. Bir pat ko'rdingiz. Yo'q, aba, sizni ko'rgan keldim-ku. Sizni ko'rgan kim? Ozgina o'tiraysiz bilan aba. Nodira bilan gaplashdim, Nodira bilan. Rahmat. Sizga katta salom aytib Rahmat. Rahmat. Indinga, abu, indinga Jamoxon akam kelyaptilar. Jamoxon akam, sayyoraman Toshkentdan. Sayyora Jamolxon akam kelishyapti sizni ko'rgani. Kelyapti. Kelaversin. Kelishsin. Telefonda gaplashdim. Abamni sog'indik, kelib ko'ramiz deb kelishadi. Kelaversin. Ha? Kelaversin. Ha, o'ylama. Uydamisiz? Chiqib ketib qolmaysizmi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Kutib olamiz, aba. Kelaversin. Ha, yaxshi. Salom deb qo'ying akamga, Jamolxon akamga salom deb qo'ying, hozir yuborib yuboraman. Salom, qo'lingiz bilan qanday qilasiz? Privet deb qo'ying, Bunday qilib qo'ying, bunday qilib. Bunday qilib qo'ying, salom qiling, qo'lingiz bilan, bunday qiling, qo'lingiz bilan, bunday qilib qo'ying, salom deb. Ana. Yaxshimisiz, aba, qalay? Yaxshi uxladingizmi kechasi? Kechasi yaxshi uxladingizmi, aba? Yaxshi.
yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Edim, yosh qolib ketdim, ko'zlarimda yosh qolib ketdim. Yosh boladay erkalab aytdim, orangizda onam bo'lsaydi. Yosh boladay erkalab aytdim, orangizda onam bo'lsaydi. Onasi bor ko'ngli oydami, davralarda yoki to'ydami, so'nggi qator so'nggi joydami, orangizda onam bo'lsaydi. Farzandlarim to'yin ko'rmagan, nabiralar bo'yin ko'rmagan, hech bo'lmasa 40 kirmagan, orangizda onam bo'lsaydi. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda onam bo'lsaydi. Canım, Xolnisaxon onaxonimni xonadonlariga keldim. Xolnisaxon onaxonimni ish qilib yotgan joylari jannatli bo'ston bo'lsin, qabrlar nurlarga to'lsin. Tortgan azoblar rohat bo'lib, iymonlarini salomat qilsin. Xolnisaxon onaxonim meni ham ikkinchi onam bo'lganlar. Mana o'tirgan o'rnilarini yo'qlab, yurgan yo'llarini yo'qlab kelib mana shu xonadonda o'tiribman, shu Jamshid o'g'lim xonadonida. Onaxonim o'zlari tagi zotlari Namangandan mana Dambul shahrimizga kelin bo'lib tushdilar. Kelin bo'lib oldilari to'la farzand, arqalar to'la davlat bo'ldi. O'g'il qizlar hammasi o'qimishli, olim-olimotli, hammasi shunaqangi yaxshi insonlardan bo'lishdi. Mana katta o'g'illari Jamolxon Toshkent shahrini shifokori bo'lib ishlayaptilar. Hammasini dardlariga shifo topib, tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, onalarini, yoshlarini bersin u kishiga ham. Bu yerda o'g'limiz ham mana bu yerda ham shifokorlar Tara shahrimizda. O'g'il qizlari hammasi olimotli, hammasi gрамотный bolalar bo'lishdi. Mana men shu bugun kelib onajonimni yo'qlab, mana onajonim ish qilib joylari jannatda bo'lsin deb, yotgan joylari og'ir turpoqlari yengil bo'lsin deb keldim, iymonlarini salomat bo'lsin deb keldim. Mana bu kishini
Eng kenjatoy qizi edim mana endi kattasi emas kenjatoy bo'lib kelganman men. Ishqilib mana endi onajonimga 5 vaqt namozimda Qur'onlarimni o'qib, duolarimni tilab o'tiribman. Endi orqada qolgan farzandlari ishqilib hammaliga qo'shgani bilan qo'sha qarisin, o'g'il qizlari. Hammaliga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Eng kerakli men Jamshid o'g'limga sog'lik tilayman. Mana yaqinda uylandi bolam, oldi to'la farzand bo'lsin, orqasi to'la davlat bo'lsin. Muhabbat qizim Hamid o'g'lim bilan qo'sha Hamidxon bilan qo'sha qarisilar. Hamma farzandlari qo'sha qarisini abam bitta Namangonda abo bo'lmaganlar, Tarash shahrimizda hammasiga abo bo'lib o'tdilar. Yana bir joylari jannatda bo'lsin, iymonlarini salomat qilsin. Biz hammamiz abani yaxshi ko'rganmiz, ko'ramiz ham. Ilohim men Xudoyat bashi bolalarimiz tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Abani yoshidan oshib, abamiz 90 dan oshib deb yerga qo'yildi. Ilohim men yuzini ko'rsin farzandlarimiz. Ilohi yurtimizga tinchlik, podshohlarimizga insof bersin. Har bir xonadonda Allohim tinchlik, xotirjamlikni, sog'lik, salomatlikni bersin. Shularning qatorida shu Jamshid bolamni ham xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlikni bersin. Qo'sha qarasin, baxtli, taqli bo'lsin. Ota-onasi rohatini ko'rishni Alloh nasib aylab, dada buvasining ruhlari hamisha qo'llab-qo'ltiqlasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Bir rahmatika yor arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين